Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni davom qilib kelayotgan Xitoy hukumatı, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Amerika boshchiligidagi g'arb ellari va xalqarodagi kishilik huquq organlarining ayblashlariga qaramay, o'zining chegara halqagan ta'tir tashviqotini bozorga selib kelmoqda. Xitoy doiralari dastlab bir qism Uyg'urlarni so'ziltib, ularning eg'izi orqali o'zining irqiy qirg'inchiliklarini inkor qildirgan bo'lsa, keyincha chet ellardagi Xitoyshunoslarni, islom ellardagi bir qism diniy zotlarni taklif qilib, ularning so'z va bayonlari orqali Uyg'urlar baxtli yashamoqda degan soxta tashviqotni o'ttirg'a chiqarmoqda. Yaqinqi mezgillardan buyon Xitoy hukumatı hatto Uyg'ur elini sayohat va ekskursiya uchun kengri ichilib etilganligi to'g'riliq davron selib, xalqaroning ko'zini bo'yashga urinmoqda. 5 yanvar kuni Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang Binbin qarorlik axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilib, Uyg'ur eliga o'tgan bir yilda har qaysi davlat va xalqaro tashkilotlardan bo'lib, jami 400 dan ortiq guruhga, 4300 dan ortiq chet ellik ziyoratchining kelganligi hamda nurg'un joylarni ziyorat qildirganligini tilga olgan. U so'zida Xinjiangning ishiga hamisha ochiq degan ifodani o'tirg'a qo'yib, chet ellardagi texnik ko'p kishilarni Uyg'ur rayonini ziyorat qilishga chaqirgan. Xitoy hukumatı uzun tarixiga Uyg'ur tibobatini amaldan qoldirishga urinayotgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangirtog' to'rining 10 yanvar xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partikom ishxonasi, atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati ishxonasi, Yezikan davolash saqliq saqlash sistemasiga aloqador bir necha tadbirni besib tarqatgan. Tadbirda Xitoy tibobati bilan G'arb tibobatiga eng ahamiyat berishda chang turib, Yezikan davolash saqliq saqlash apparatlarining Xitoy tibobati dorigarlik mulozimati ta'minotining kengaydiganligi ta'kidlangan. Amerika va Xitoy orasida jiddiylik paydo qilgan Tayvan prezident saylamida hokimiyat beshidagi Demokratik taraqqiyot partiyasining prezidenti nomzodi Lei Chingde g'alaba qildi. Ilgari Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq vakili bo'lgan Lei 19 million 500 ming saylovchi bo'lgan Tayvanda 5 million biletga erishgan. Beijing doiralari hozirgi muavin prezident Lei Chingga qarshi turganligini bildirib, saylamni urush bilan tinchlik orasidagi tanlash deb tasvirlagan edi. Leining eng chong raqibi Xitoyga yaqinligi bilan tanilgan Kuomintang partiyasining nomzodi Hu Yuyi mag'lubiyatni qabul qildi va Leini tabrikladi. Kiyevga borgan Angliya bosh ministri Sunak biz tarixiy yangi bexatarlik kelishimi imzolab, Ukrainani uzun muddat ehtiyojli kapolat bilan ta'minlaymiz dedi. London hukumatining doklatiga qaraganda, kelar moliya yilida Ukraina uchun ajratilgan 3 milliard 200 million dollar qimmatidagi yordam Angliyaning Ukrainaga urush boshlangandan buyon ta'minlagan eng chong yordami bo'ladi ekan. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitry Medvedev bu haqda Angliyaning Ukrainani harbiy jihatdan qo'llashi Rossiyaga qarshi urushdan darak berdi dedi. Yig'ilishcha Xitoyning Xenan o'lkasidagi bir ko'mir konida yuz bergan gaz portlash natijasida 10 ishchi o'lgan. Yerlik hukumatning bayonotiga qaraganda, portlash jarayonida kondagi 425 ishchining 10 o'lgan, 6 ishchi yo'qolib ketgan. Israeliya bosh ministri Benjamin Netanyahu Janubiy Afrika Jumhuriyatining xalqaro adolat sotiga sungan irqiy qirg'inchilik delosiga qaramay G'azza rayoniga qaratgan hujumlarini davolmashtirganligini aytdi.